Siz ham Instagramingizda timi shu video chiqadimi? Punchiklarni qanaqa qilishiga siz ham qiziqasizmi? Unda aynan shu video, shu retsept siz uchun. Berlin punchiklarini qilish uchun oldin apparat tayyorlab olamiz. Hamma masallig'imizni tayyorlab olib, idishimizga 250 ml sutimizni solib olamiz. Ketidan 100 gram shakarimizni ham solib olamiz. Shakarimizning ketidan 10 gram drajamizni solamiz va 50 ml yog' solib olamiz, o'simlik yog'i. Ikkita tuxumlarimizni ham apparamizga chaqib olamiz. Va 100 gram elangan un solib, apparamizni yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan apparamizni 30 daqiqaga issiq joyga oshirishga olib qo'yamiz, ustini stretchlab. Oshib chiqqan apparamizni ustiga qolgan unimizni elab solib olamiz va ustidan razrixlitel va vanilyalarimizni ham solib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qilamiz. Xamir holiga yetaydiganda xona haroratida eritilgan 100 gram margarinimizni ham qo'shib, qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qilamiz va xamirimizni oshirishga 1 soatga olib qo'yamiz. Oshib chiqqan xamirimizni zuvalachalarga bo'lib olamiz. Har bitta zuvalasi 80-85 gramdan to'g'ri keladi. Zuvalachalarimizni ham 10 minutga oshirishga olib qo'yamiz va qozonchamizga yog' solib, o'rta olovda orqa oldi qizarguncha punchiklarimizni pishirib olamiz. Olovga ahamiyat berishimiz kerak. Olov agar baland bo'lib ketsa, punchiklarimizni ichi pishmay qoladi. O'shaning uchun pastroq olovda pishiramiz. Ichlari pishib chiqqan punchiklarimizni saxarli pudraga bulg'ab olib, ichiga xohishga ko'ra o'zingiz xohlagan nachinkani solasiz. Men Kent brendini cho'ka kremlaridan foydalandim. Sizlar xohlasanglar Nutella yoki bo'lmasam jemlardan ham foydalansanglar bo'ladi. Belab olgan punchiklarimizni o'rtasini teshib, ichiga nachinkalarni solasizlar. Kofilar bilan dasturxonga tortasizlar. Video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, menga podpiska bo'lib, like va komment yozishni unutmanglar.